Xalqaro kechirim tashkiloti 29-oktyabr chaqiriq e'lon qilib, Xitoy doiralari tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan qozoq yozuvchi Nagiz Muhammadning qo'yib berilishini talab qilish harakati boshlagan. Xalqaro kechirim tashkilotining ta'kidlashicha, navbatda Nagiz Muhammadning ahvolidan jiddiy andisha qilinmoqda ekan. Mazkur tashkilot chaqirig'ida kishilarni Uyg'ur avtonom rayonlik turma boshqarish idorasining boshlig'i Wang Jiangga xat yozib, Nagiz Muhammadni qo'yib berishni yoki uning xalqaro o'lchamlarga asosan sotlanishini talab qilishga chaqirgan. Yozuvchi Nagiz Muhammad Sharqiy Turkiston Altay viloyatlik ma'naviy madaniyat ishxonasining xodimi bo'lib, u 2018-yil 3-oyda Qozog'istondagi urug' tuqqanlarni yo'qlab qaytib kelgandan keyin tutqun qilingan. Xalqaro kechirim tashkilotining 29-oktyabr oshkorlashicha, uning oilasidagilar yaqinda Nagiz Muhammadning bu yil 9-oyda bo'lgunchilik bilan ayblanib, muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligidan xabar topgan. Mazkur tashkilotning bildirishicha, u al-og'inlarni yig'ib, Qozog'iston davlat bayramini tabriklaganligi, Sharqiy Turkistonning qo'shtilliq ma'rif siyosatiga fikr bildirganligi, qozoqlarni Qozog'istonga ko'chishga rag'batlantirganligi uchun kesilgan ekan. Nagizning oilasidagilar xalqaro kechirim tashkilotiga bergan uchurida uning jinoyatini qabul qilishni rad qilganligini, sudda o'zining qiyin qistoqqa uchirganligini aytganligini bildirgan. Amerikaning Axios xabarlar to'g'rida ma'lum bo'lishicha, Amerikada olma shirkatining Amerika Davlat Majlisida e'lon qilingan Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishiga qarshi turish qonun loyihasi uchun lobbichilik qilganligi oshkorlandi. Olma shirkati lobbichilik uchun boshqa bir shirkatga pul to'lagan bo'lib, xabarda olma shirkatining bu qonunni qo'llab lobbichilik qilganligi yoki uningga qarshi turish uchun lobbichilik qilganligi aniq emas deyilgan. Halbuki olma shirkatlarining mahsulotlari ishlab chiqarilgan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy emgakka silinayotganligi haqida ilgari ko'p qatim ishonchlik dokladlar e'lon qilingan. Masalan, Avstraliya Strategiya siyosat instituti bu yil 3-oyda e'lon qilib, zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan dokladda olma shirkatining kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy emgaklarining borligi oshkorlangan. Xitoyning Nanjang shahrida Alma va Lenovo qatorliq shirkatlarning kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy emgakka silinayotganligini aniqlab chiqqan. Ammo Amerika shirkati 7-oydagi bir inkosida o'zlarining Nanjangdagi O film texnikasi shirkatini tafsiliy tekshirganligini va majburiy emgak to'g'risida hech qanday pok topolmaydiganligini aytgan. Amerika Davlat Majlisining har ikki partiyadan bo'lgan a'zolari Uyg'urlarning majburiy emgakka silinish masalasiga qattiq ko'ngil bo'layotgan bo'lib, ular majburiy emgak asosida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini oldini olish uchun tadbir qo'llanmoqda. Navbatda Davlat Majlisida Uyg'ur majburiy emgakiga oid tunishtirilgan ikki qonun loyihasi bor bo'lib, bular ma'qullangan taqdirda Xitoydan mol ta'minlayotgan Amerika shirkatlariga molning kesilish manbasini tekshirish haqida yanama ig'ir talablar qo'yildi ekan. Pakistan Bosh ministrining davlat bexatarlik va strategik siyosat plan maslahatchisi Moid Yusuf Sharqiy Turkiston masalasi haqida savollarga duch keldi. O'zlarining Xitoy bilan intayin yaqin sherik ekanligini ta'kidlagan Yusuf, Uyg'ur masalasining amaliyotda masala emasligini o'rtaga qo'ydi. Yusuf mundaq dedi: "Uyg'urlar masala emas, hatto vakillar umikimizmi bu rayonni ziyorat qildi. Biz bu rayonni ko'rdik va uning masala emasligidan 100% rozi bo'ldik. G'arb nimani xohlasa shuni deyalaydi. Men mas'uliyatchan amaldor bo'lish sifatim bilan Uyg'ur va Xitoydagi hamma narsani bilaman. Xitoylarmi biz to'g'riliq hamma narsani biladi. Bizning andishimiz nol, haqiqatan hech qanday andishimiz yo'q. Pokistonning Xitoy bilan quyuq munosabati bor. Kishilik huquq tashkilotlari Pokistonning Xitoy bilan quyuq munosabati sababidan Sharqiy Turkistonda yuz bergan ishlarga sukut qildi deb aybladi. Halbuki Pakiston bosh ministri Imron Xon 2019-yil taratqularning ziyoratini qabul qilganda dunyoning kun tartibida bo'lgan Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosati haqida men bu to'g'riliq ko'p bilmayman degan. Ma'lum bo'lishicha, Germaniyada Xitoy virusiga qarshi jiddiy holat e'lon qilinganligini uqtirgan. Va 2-noyabrdan boshlab bu davlatga yerim taqish qarorini e'lon qilgan bosh ministr Merkelning maskasi soxta Xitoy mahsuloti ekan. Davolash qo'g'dash materiallari ishlab chiqaradigan Lendenkir shirkatining bosh ijroiya amaldori Filip Heyman eng ishonchli maskalarning biri bo'lgan FFP2 maskasini tekshirgan. Heyman bilet gazetiga maskani baholab, soxtaligini birma-bir ko'rsatib mundaq dedi:
Bosh ministri taqilgan maska saxta, balkim Xitoydan kelgan bo'lishi mumkin. U bu maskaning uncha ko'p qo'g'dash roli yo'qligini va CE belgisidan keyingi kontrol bosqichining yetersizligi sababidan virus o'talaydiganligini ta'kidlab, yanada qo'lda tikilgan maskaning buningdan yaxshi ekanligini aytdi. Xitoy virusi yuqumi sababidan Angliyada ikkinchi qatimliq mamlakat miqyosida karantin e'lon qilindi. Bosh minister Boris Johnson muxbirlarni kutib olish yig'inida bu cheklamalarning ruhiy sog'lomlikqa, shundaqla iqtisodga ta'sir qiladiganligini biladiganligini aytdi. Lekin virusning mo'ljaldagidan tez tarqalayotganligini aytgan Johnson ogohlantirib, agar tadbir qo'llanmasa, vaziyatning texmi nachar bo'ladiganligini aytdi. Johnson ba'zi rayonlardagi doktorxonalarning bir necha hafta ichida iqtidorni to'liqlash xavfiga duch kelganligini bayon qilib mundaq dedi. O'lim nisbati yuqori bo'ladi. Sayyoh xodimlari kimning o'ladiganligi, kimning yashaydiganligini qaror qilishga majbur bo'ladi.